Molla Bilal ibn Yusuf Xotani Uyg'ur tarixidagi eng fojialik yillar bo'lgan 1946 va 1979 yillar o'tib ketgandan keyin 1980 yildan boshlab yuqorqi 33 yillik fojialik davrda o'ldirilgan yoki milliy ziyonkashliklarga uchirgan shahid va tirik Uyg'urlarning ko'pinchisi gunohsiz deb jakarlanib, nomi asliga keltirilgan. Shu qatorda 1966 yildan 1978 yilgacha 11 yillik atalmış madaniyat zo'r inqilobida ko'ydirilish va yo'qotilishdan aman qolgan ba'zi ilmiy asarlarning o'tirg'i chiqishi natijasida Uyg'urlar 1680 yillardan 1980 yilga qadar bo'lgan 3 asrda paydin-pay unutilib ketgan ba'zi Uyg'ur vatanparvarlari, nomsiz qahramonlari, jamoat arboblari, tarixchilar, yozuvchilar va shoirlar qatorliq milliy mavjudligini qo'g'dug'ichi azmatlarmi qaytadan tonilishga boshladi. Jumladan 1980 yili Xotanda bayqalgan Divani Bilali namli she'rlar to'plamining avomga oshkorlanishi bilan Uyg'ur xalqi Saidiya xalqining oxirlari yashagan Molla Bilal ibn Yusuf Xotanini yangidan tonib olgan. Kishini hayron qoldiradigan taraf shuki, 1820-yillardan 1900-yilga qadar Sharqiy Turkistonning shimolida chaqnagan shoirning to'liq ismi Molla Bilal ibn Molla Yusuf bo'lib, yuqorqi cho'ng Molla Bilalning Xotan Qarqashda tug'ilganligi, u vafot bo'lgandan chorak asr keyin Sharqiy Turkistonni besib olgan Çin xalqining Tarim vodisidan ilg'a Uyg'ur dehqonlarini ko'chirishi, keyingi Molla Bilalga homiylik qilgan va yaqin o'tgan Sodir Palvonning oilasining 1760-yillari Xotan Qarqashdan ilg'a ko'chirilgan Uyg'ur dehqon bo'lishi, Uyg'urlarda ajdodlarining ismini avlodlarga qo'yadigan odatning kuchlik ekanligini nazarda tutganda, balkim bu ikki nafar Molla Bilalning nasab jihatdanmi zish va qo'yiq munosabati bo'lishi mumkin. Xotandan tepilgan mazkur qo'lyozma to'plam Molla Bilal Xotanining vafotidan taxminan bir asr keyin xotanlik usta xattot, tarixchi va adabiy tarjimon Molla Muhammad Niyoz Abdug'ofur Yarkandi tarafidan ko'chirilgan bo'lib, avtorning she'rlaridagi ba'zi pokitlik uchurlar va ishlatgan til uslubdagi aloyidliklarga qarab, Molla Bilal Xotanini 17-asrning oxirlaridan 18-asrning oldingi yarmigacha bo'lgan davrda yashagan ijodkor shoirlarning biri deb mo'ljarlashga bo'ladi. Molla Bilal ibn Yusuf Xotani 17-asrning oxirlarida Xotanda tug'ilib, Ilchi shahrida o'qigan. Bu jarayonda u tangtushlarini keynida qoldirib, til va adabiyot sohasida uzib chiqqan. U o'z xalqining tiliga intayin ishtiyoq bog'lash va ahamiyat berish bilan birga yana arab tili, arab adabiyoti, Paris tili va Paris adabiyotini pishiq egilagan. U yozmalarida arabcha va parischa so'zlarni nihoyat ustulik bilan dal joyiga keltirib, fasohatlik shaklda ishlatdi. Nihoyat afsuski, bizga uning o'z ismi bilan atalgan Divani Bilal nomli falsafaviy va adabiy asarlari kirgizilgan to'plamlar yetib keladigan. 1980-yili bayqalgan birdan-bir nusxasining oxiriga Hijriya 1238-yili Qurbon hayit juma, ya'ni milodiya 1823-yili 8-oyning 15-kuni deb yozilgan. Demak, bu divan shoir vafot bo'lib 100 yildan keyin xotanlik dongli xattot va adabiy tarjimon Molla Muhammad Niyoz tarafidan ko'chirib chiqilgan nusxasining dal o'zidir. Divani Bilal 41 bo'lim mutaqarrib bahrida yozilgan, 1138 misra beytdan tuzilgan bo'lib, falsafa, har xil qissalar va g'azot jangnomalarga oid bayonlardan sirt siyosiy, iqtisodiy, ma'muriy ishlar haqida
mazmunlarni o'z ichiga olgan. Mazkur divan o'z ichiga olgan mazmunining to'limi kengligi, o'y fikrlarining cho'nqurligi, tilining yenik va ravonligi hamda temisining xilma-xilligi bilan billa alohida ko'zga ko'ringan. Shoir qarashlarini isbotlashda yolg'iz mulohizlarga tayinib qolmasdan nurg'un ibratlik masal, hikoya va dostonlarni qistirma qilish orqali fikrlarining qoyil qilish kuchini oshirgan. Shoir badiiy klassik adabiyotdagi jonlantirish vositasidan mahirlik bilan foydalanib, uchar qushlarni odamga xos xususiyatlar bilan sifatlab, simvolizmlik ijodiyat usuli va kinoya qilish yo'li bilan o'zining ijtimoiy, axloqiy va falsafaviy qarashlarini jonliq va unumlik aks ettirgan. U yana o'z davridagi chirik hukmronlarning qilmishlari va zulmlaridan shikoyat qilgan va ularni oshkora qattiq ayiblagan. Uningdan boshqa u o'zining ona tili va milliy kimligini hammadan ustun tutgan bo'lib, o'z zamonida qurdoshlari tarafidan sal oshirvatdi deb qaralgan. U ona til haqida mundoq deb yozgan: Yusuf o'g'li idi, farzandi xotan, turkiy tildan o'zga tilni bilmagan. Gerçi ügensimu özgilerden ilimni, özgilerini can dilidan söymegen. Yuqorqi bir misra she'ridan shuni ko'rib olish mumkin ki, bundan 300 yil burunqi ajdodlarimiz milliy iftixorlik tuyg'usini kuchlik ilgari surgan bo'lib, bu ruh bugungi kundimi ko'pligan ilm ahlida kam bo'layotgan narsa. Molla Bilal Xotaniyning asarlarida aks etgan milliy iftixorlik ruhi ayni davrga nisbatan bir ilg'orlik bo'libli qolmasdan bugungi kundimi bizning qadrlashimizga arziydigan bir qimmatlik ruhdir.